yil oldin yurolmas edim. Bir joyda yotib qolgan vaqtlarim. Hayotda endi tuzalmasam kerak. Shuncha doktorlarga davolandim, tuzalmadim men. Endi umrimni boricha yashayman degan vaqtimda men Shukurjonga keldimda, Shukurjon meni "Xola, men sizni tuzatib yuboraman" deb tuzatib yuborishdi. Ko'prik doktorlari hammasida kardiologlarda davolandim, nerpatologlarda davolandim, shifo topmadim. Endi hayotdan umitimni ham uzib qo'ygandim-da, to'g'risi. Doktorlarga borsam qimmat dorilar yozishadi, ularni olaman. Yotgan kunlarim bo'ldi, yo'q, natija bo'lmadi. Hatto yurishga quvvatim yo'q edi meni. Men endi yaxshi bo'lmayman shekilli bu hayotda deb umitimni ham uzganman. Nimagaki men juda ko'p doktorlarga uchraganman. Asabga, yurakka dorilar yozib jo'natishaverardi, u dorilar menga kor qilmasdi. 4 kun, 5 kun yaxshi bo'lib turib, yana o'sha holatga tushib qolaverardim. Bek klinikasiga kelib davo topdim. Men 100%, 200% shifo topdim bu o'g'limdan. Assalomu alaykum. Men Tursunova Nasibaxon, Masalskiy qishlog'idanman. Yoshim 57 da. 3 yildan beri mana shu Bek ultra shifoxonasida davolanib kelyapman. Men mana shu kelishimda asab, yurak kasalliklari qiynardi meni. Shu yerda Shukurjon o'g'limni otlarini eshitib qolib Shukurjonga kelganman. Shukurjon meni shuncha yildan beri o'zlari davolab kelishadi. Asosan menda shu yurakda quvvati yo'qligi, holsizlanish, darmonsizlik, asab hammasi bitta bo'lib meni qiynardi. Yillar davomida qiynalib kelganman. Uchramagan doktorim qolmagan meni. Shaharda ish qilib ko'prik doktorlari hammasida kardiologlarda davolandim, nerpatologlarda davolandim, shifo topmadim. Lekin mana shu Shukurjonga kelganimdan keyin oddiy dorilar bilan davolab qo'yishdiki, "Xola, avvalo Xudo mana shu aytganlarimni qilsangiz sizni oyoqqa turgizib yuboraman" deydi. Men yurolmay qolgan edim, to'g'risi. Bir joyimda og'riq yo'q, yurolmayman, yurakda quvvat yo'q, holsizlik. Ana shu o'g'lim meni davolab oyoqqa turgizib yuborishdi. Yillar davomida juda ko'p qiynaldim bu sog'lik to'g'risida. Bir joyim og'rimaydi, holsizlik, ana shu yurakda quvvat yo'qligi, ana shu holat meni qiynab keldida. Doktorlarga borsam qimmat dorilar yozishadi, ularni olaman. Yotgan kunlarim bo'ldi, yo'q, natija bo'lmadi. Hozirda Xudoga shukr oyoqqa turib yurib ketganman. Sog'lomman. Endi yoshim o'tyapti, ozgina davleniya chiqib qoldi, yana oldini olib Shukurjonga keldim hozir. Yaxshi, yana bolam 1-2 kun yoting deb maslahat berishdi, yotibman. Sog'ligim ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana 2 kunda oyoqqa turib yana boyagidek bo'lib, sog'lom bo'lib qoldim. Hatto yurishga quvvatim yo'q edi meni. O'sha qizim olib kelgan, yurib nima qilishga quvvat yo'q. Endi hayotdan umitimni ham uzib qo'ygandim-da, to'g'risi. Men endi yaxshi bo'lmayman shekilli bu hayotda deb umitimni ham uzganman. Nimagaki men juda ko'p doktorlarga uchraganman. Sog'ligim to'g'risida shikoyat qilib boraverardim. Dorilarni yozib o'sha asabga, yurakka dorilar yozib jo'natishaverardi. U dorilar menga kor qilmasdi. 4 kun, 5 kun yaxshi bo'lib turib, yana o'sha holatga tushib qolaverardim. Mana shu klinikaga, Bek klinikasiga kelib davo topdim. Boshqa o'zimga o'xshagan hamma insonlarga shu yerda tavsiya qilaman. Sharoitlar yaxshi, ozoda, pokiza, mana shu hamshiralarimiz mana namunaxon hozir qarashyapti. Qo'li yengil shifokorlarimizni. Eshikdan kirishingiz bilan bu shifoxonada hammalari, bitta Shukurjon emas, Rustamjon bor eshikni tagida, shifokor qizlarimiz bor, hamshira qizlarimiz, hammalari shumomila. Kirishingiz bilan yaxshi kutib olishadi. Ozoda hamma joylari kirib, mana o'tgan yil ham davolanib yotib ketgandim. Yana keldim davolangani. Qayerga borsam shu Shukurjonni maslahat beraman. Kimki menga kasalidan yo boshqasidan o'rtoqlarim shikoyat qilganda Shukurjonni tavsiya qilyapman. Ana hozir bitta xonada opam ikkalamiz yotibmiz. Opamni ham davolashyapti. Sharoitlarimiz, xonalari keng, ozoda, pokiza. Mana hojatxona deysizmi? Va yerda ovqatlanadigan joylari bor. Chiqib sharoitlarga gap yo'q. Boshqa uzoq joylarga, o'sha Farg'onalarga ham borib ko'rganman. Hamma joydan ozoda, pokiza, sharoitlarga gap yo'q. Doktorlarimiz aytib turibman, mana bu pastda nima bor? Nuriddinjon bor.
analizda turishadi, qon analizlarida. Ular ham hamma shifokor qizlarimiz ham, Nuriddinjon ham, o'sha Farg'ona, Qo'qon, Uchko'prik analizlaridan kam chiqarishgan yo'q. Hammalarini yaxshi tekshirib, o'shalardan a'lo darajada chiqarib berishyapti. Qon analizlarimizni ham. Men solishtirib ko'rdimda hammasiga. Ularda ham kamchilik yo'q. 4 yil oldin o'sha yurolmas edim. Yurmay bir joyda yotib qolgan vaqtlarim bo'ldi. O'sha paytlarda endi boraman bitta doktorda eshitsam, o'sha Bog'dod bormi, Yangiqo'rg'on bormi, borib uchrashganman. Uchko'prikda doktorlar. Ular ham yomon demayman, ular ham yaxshi natija bo'lgani, bu shukurjonchalik bo'lmadi. Shukurjon meni oyoqqa turgizib yubordi, rahmat shu o'g'limga. Sog' bo'lsin, Allohning panohida bo'lsin har doim. Onalarining baxtiga, bolalarining baxtiga sog' bo'lsin. O'sha kasalni chuqur tinglashadida, o'sha iloji boricha oddiy unaqangi vaqtincha davolab qo'yadigan dori-darmonlar yozishmaydi. Arzon hamda sifatli dorilar yozishib, tuzatib yuborishyapti. Bu o'rtoqlarim misolida ham aytishim mumkin. Men ko'pincha o'sha sinfdosh o'tirishga, kursdosh o'tirishga boryapman. O'sha yerlarda ham tavsiya qilaman-da, o'sha yerga boringlar. Keyin borib gaplashganimda o'sha o'rtoqlarim aytishyapti: "Voy rahmat, o'sha doktorda aytdingiz, shifo topib yetdim. Doktorga ham rahmat, siz tavsiya qilganingiz uchun sizga ham rahmat" deyshadi. Bir-birimizga nima deyapmiz? Tavsiya qilyapmiz-da, xullas baytda. Yaxshilik ulashib, o'zimni boshimdan o'tgani uchun iloji boricha shularni tavsiya qilyapman. Hech kamchiliklar topmadim men ulardan. Bu bizda qanday kasalliklar ko'proq yosh o'tib turganlarda, hozirda yoshlarda ham bo'lyapti bu. Meni eshitib turgan hamma bemorlarga tavsiya qilaman. Iloji boricha kelishsin, davolanishsin, mana ko'rishsin, kerak bo'lsa yotsin. To'lov nimalari ham arzon boshqa joylarga qaraganda. Yotoqlari arzon. Hamma har tomonlama sharoit bor bu. Yotib, lekin hammalari shifo topib ketadi degan umiddaman. Nimagaki hammalari shirin so'z, bilimlari kuchli. Men 100%, 200% shifo topdim bu o'g'limdan. Aytyapman, hayotda endi tuzalmasam kerak. Endi shuncha doktorlarga davolandim, tuzalmadim men. Endi umrimni boricha yashayman degan vaqtimda men Shukurjonga keldim-da. Shukurjon meni, "Xola, men sizni tuzatib yuboraman" deb tuzatib